Qo'rg'on tumanida joylashgan G'alaba nasos stansiyamizni 2022-yil boshidan faoliyatimizni boshlaganmiz. Shu faoliyatimizni boshlagan davrimiz ichida biz bu yerga investitsiya sifatida qo'shimcha nasos va dvigatelni kiritdik. Undan tashqari tomlarni yopdik, ta'mirladik. Binolarni tashqi va ichki fasadlarini to'liq ta'mirladik. Keyin biz olgan paytimizda ikkita agregat ishlab turgan ikkita agregat bo'lgan, lekin nosozroq holatda bo'lgan, lekin hozirda to'liq ta'mir ishlarini olib borib, nazarda tutilgan ko'zlangan suvni chiqarib berish holatiga keltirdik. Mana hozirda mana bu yerda 500 kilovatlik quyosh paneliga shartnoma tuzib, mana bu yerda hozir o'rnatdik va shuni hozir tizimga ulash ishlari olib borilyapti. Bularni endi hozir biz o'zimiz qisqacha sizga tushuntirib o'tsak, foydali tomonlarini o'rtacha agar 500 kilovat bilan biz ish boshlaydigan bo'lsak, kunlik hisobida o'rtacha 4-5 million so'm, undan oshiqroq, yuqoriroq daromad qilishimiz mumkin kunlik. Endi buni hamki 10 soatga hisoblaganimizda, bir sutkamizda 24 soat bo'lsa, biz o'rtacha 10 soatga oldik. Chunki kechki